Cosmetics'ga Infinity vitamin C nabori kelgan. Bu naborni kosmetologlar juda yaxshi bilishadi. Infinity kokteyllar degan narsalarni kosmetologlar eshitgan bo'lsangiz kerak. Bu nabor sizga nimaga yordam beradi? Bu sizni yuzingizdagi sepkalarni, dog'larni, tog'dan keyin tushgan dog'larni, ugridan qolib ketgan dog'larni, shramlarni ochartirib beradi, ketkizib beradi, yuzingizni oqartirib beradi va tonini fragment qilib beradi. Bundan tashqari qisqajoylar bu vitamin C ning ichida sizda yuz yuvish vositasi, ya'ni cleanser, oldida esa sivurtkasi bo'ladi. Buni обязательно ishlatgandan keyin teringizni namlantiruvchi krem ishlatishingiz shart. Bu kremimiz, bu sivutka bilan bu cleanserni siz обязательно hamma ko'zga ishlatishingiz mumkin, faqat to'g'ri ishlatsangiz bo'ladi. Asosiysi kosmetologlarning hozir ensasi qotishi aniq, chunki ularning bitta seansi o'sha Infinity kokteyli uchun anchagina summaga keladi, lekin siz bittagina seansdan ko'ra birozini o'zingiz ishlatib ancha ko'p